va'da berganimdek motor vel motoblogi hamda Tixa motoblogini hozir kultivatsiya jarayoniga olib kelganman. Bu yerda eng qiziq joyi ko'pchilik aytgan frezasini bir qatorli qilib qo'yilgan holati, o'ng tomoniga bitta, chap tomoniga bittadan freza qo'yganmiz. Xo'p, Tixa motoblogimizga bo'lsa temir balon, o'zimiz yasayotgan temir balonlarni qo'yganmiz. Xo'p, buni qo'yishimizdan sabab ko'pchilik kultivatsiya jarayonida frezasini bir qatorli qilib turib ishlatyapti. Masalan, hozir sizlar ko'rib turganlaring pomidori bilan ikkalasini oralig'i hozir 35-40 sm bo'lib turibdi. Shu 35-40 sm oralig'ida ichida yurish uchun juda ham ixcham narsani yasadik, temir balonni. Oldin faqatgina mana bunaqa bir qatorli frezasidan foydalanardik. Xo'p, temir balonni yasaganimiz sababi bu frezasi yurganida u yoqqa bu yoqqa og'darilib ketishi juda ham ko'p bo'lyapti va ko'pchilikka qiyinchilik tug'diryapti. Mana shunaqa ko'rayotganlaringizda katta dalalar ichida sal ko'proq qiynalish bo'lyapti. Shuni hisobiga temir balon yasadik. Orqadan minib ketayotgan odam umuman qiynalmaydi. Hozir ikkalasini ham bir qator ishlashini sizlarga tekshirib, yurg'izib ko'rsatib beraman. Faqatgina bitta like bosib, kanalga obuna tugmasini bosing va sizga qanaqa motoblog yoki qanaqadir instrument qiziq bo'lsa, o'shani pastda kommentariyada yozib keting. Ukam bizga mana shu instrumentni yoki mana bunaqa motoblogni sinab tekshirib bergin deb kommentariyada yozing. Agro servis har doim sizlarga tekshirib, ishlatib, ko'rsatib beradi. Quruq motoblogni o'zini do'konga olib chiqib olib turib, mana shu motoblog zo'r, mana shu motoblog yaxshi deb maqtashmas. Ishini ko'rasizlar, sifatini ko'rasizlar, sizlarga yoqsa xarid qilasizlar. Faqatgina bitta zo'r joyi, eng yaxshi, eng sifatli motoblog har doim Tixa bo'ladi. Shuni unutmasalar ham bo'ldi. Endi ishlashini ko'ramiz. Xo'p, yurg'izib olamiz. Yurishlari albatta agro servisdan chiqqan motoblog bejada yuradi. Xo'p, ketdi mana yurishini ko'ramiz. Ishini ko'rdilaring, oldi tomonda freza chopib ketyapti, orqa tomondagi lapkasini ham bitta ko'rsatamiz. Lapkasi agatini olib ketyapti. Yer ham unaqa yumshoq yer emas, yer ham qattiq saqishli turpoq, unaqa yumshoq yerga tushyoqdan boshqa emas. Oldi tomonda ariq turgani sababi bundan oldin kelishimizdan oldin klientlarimiz o'zi ariqni tortib qo'ygan ekan, yana biz bitta ustidan yurib ko'rsatyapmiz. Bunisiga ham inobatga olib qo'yamiz. Endi Tixa motoblogimizda temir balonligini tortib ko'rasiz. Bunisini ko'rdilaring, oz-moz yonga tashashi bor. Lekin ko'p emas, ishlatib yurgan odamga pashti bilinmaydi. Faqatgina katta yerlarda bo'ladigan bo'lsa, ko'p qiyinchilik tug'dirayotgan 50 sotik 1 gektar joyda qilsam ukam qo'llar ham og'rib ketadi, chunki u yoqqa bu yoqqa og'darish ko'p bo'lyapti deyapti. Endi o'shanga yechim qilib temir balon yasagamiz. Temir balonimizni bitta atroflama ko'rsatib beradi kamerachimiz. Arkada turgan ocharlarigacha. Kimda-kim mana shunaqa Tixa original motoblogi yoki mana shunaqa temir balon agat xarid qilmoqchi bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiryapmiz. Bemalol telefon qilib xarid qilib, o'zingizlar tushunmagan ma'lumotlarni qo'ldan kelgancha olishinglar ham mumkin. Ma'lumot besplatniy akalar. Buni ham bitta yurg'izib tortib ko'rsataman. Qanaqaligini bitta ko'rasiz. Ishlarini ko'rdilaring, sifatlari juda ham zo'r. Ochgan agatlari ham juda ham tekis. Xo'p, oddiy o'zini frezasini bir qatorli qilib qo'ygandan ko'ra ishingiz tezroq bitadi va haydayotgan odam uncha-munchaga qiynalmaydi.
Agar video yoqqan bo'lsa, aytib o'tganimdek bittadan like bosib, mehnat qilib like urib qo'ysalaring, shunaqa ishlardan ko'proq qilib, agroservis do'konimizdagi barcha instrumentlarimizni olib kirib, ishlatib, tekshirib, sizlarga sinab beramiz. Endi yana bitta joyi bu pomidorimizni o'rtasini sizlar uchun mana hech qanaqa agat-pagat tortilmagan joyiga motoblokni shunday olib turib, mana shu yerdan hozir bitta tortishni ko'rsataman. Ko'pchilik aytishi mumkin, "Ukam o'zi agat olingan joy tortib yursan" deyishi mumkin. Bunaqa bittasini ko'rsataman. Xo'p. Bunaqa og'ir emas, bir kishi bemalol ko'tarib yursa ham bo'ladi ekan. Vesi где-то 50-60 kiloni olib yerda bo'ladi. Endi ketdik, tortishni ko'ramiz. Haydalgan, lekin agat olinmagan joy. O'zim birinchi marta sinab ko'ryapman. Unaqada professionallarga tekis olganim yo'q, lekin haydab bir kun ikki kun qo'lis kelgandan keyin juda ham tekis va zo'r olib beradi. Eng muhim akalar, og'darilish juda ham kam va qo'lingizni qiynab, qo'llaringizni og'ritib tashlamaydi. Og'darilish juda ham oz. Va buni yana bitta zo'r tomonini aytsam, bu ikkita balonni razmeri, ikkita balonni chekka tomonini hisobga oladigan bo'lsalaring 27, 27, 28 santimetrgacha bo'lyapti. Bu degani 60, 70 agatni ichiga bemalol agat tanlamasdan tushadi. Kartoshka, pomidori, ko'rib turganingiz mana qalampir, hamma ekinlarga tushib beradi degani universal akalar. Balonni to'ntarib turib qo'yadigan bo'lsa, bundan ham razmeri kamayib boradi. Kimga qiziq bo'lsa, aytib o'tgandek. Eng zo'r, eng sifatli texnika motoblog'i hamda temir balonlar, ocharlar, qanaqa instrument kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilib xarid qilib olishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.